Bismillahirrohmanirrohim. Musulmon bolalarini zulm ostida qolayotganiga ko'z yumib, indamasdan qarab turishlik bu ahmoqning ishidir. Yo'q deganda ularning haqqiga duo qilishlik, ularning haqqiga Alloh taoladan nusrat so'rashlik va ularga mana shunday zulmlar berayotgan kofirlarni yomon ko'rishlik hozirgi kunda iymonning bir ko'rinishidir. Hatto insonlarda mana shu iymonning shu ko'rinishi ham yo'qolib bormoqda. Insonlar shu qadar dunyoga berilib, orzu-havas ketidan shunchalar intilib bormoqdaki, zulm ostida qolayotgan go'daklarni hatto bir kunda bir mahal bo'lsa-da eslab, ularning haqqiga duo qilishlik uchun vaqt ajrata olmay qoldilar. Ey inson, qanday qilib Allohga qarshi chiqqan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aziyatlar bergan, mana shunday begunoh bolalarni o'ldirayotgan kofirlarni yaxshi ko'rishlik, ularni tomosha qilishlik, ular haqida yaxshi gaplar aytib, ularga o'zini inson o'xshatishligi mumkin. Albatta, agar biz mana shu zulmlarga indamasdan qarab turar ekanmiz, hatto ularning haqlariga bir duo qilmas ekanmiz, Alloh taolo mana shu kunni bizning ham boshimizga solishligi mumkin. Albatta, musulmonlar bizning aka-ukalarimizdir. Mana shu o'layotgan farzandlar, mana shu o'layotgan kichik go'daklar qiyomat kunida bizning ham bo'ynimizga ham osiladi. Tabiiy, qo'limizdan hech narsa kelmasligi mumkin, lekin iymonimizdan-chi? Mana shu iymonimiz bilan kofirlarni yomon ko'rgan holatda musulmonlarning haqqiga duo qilishlik qanchalar qiyin. O'zingizga savol bering, mana shu o'layotgan bolalarning o'rnida sizning farzandingiz bo'lsa-chi? Va xuddi siz bee'tibor bo'layotgandek sizning ham holatingizga barcha insonlar bee'tibor bo'lsa-chi, siz bunga qanday chidardingiz? Albatta, inson o'ziga qarashligi va mo'minlarning g'ami bilan, tashvishlari bilan tashvishlanishligi kerakdir. Bugun yo'q deganda shu go'daklarning haqqiga duo qilmayotgan kishi haqiqiy bahal kishidir.